Ana til demek, Uygurnu söylemek. Kerip atqanыңla Uygur ana til ösmürler kanalı. Ana til. Bahar ballarımız, rengarenk yar yumrasandır biz. Bahar ballarımız, Altın büşük. Assalamualaikum aziz ko'ruvchilar. Programmamizda Shimoliy Amerikadagi erkin gimnastik turida birinchilikni qo'ldan bermay vaqab bir do'stimizni ziyorat qilib keldim. Bu do'stimizdan kim bo'lganini bilmoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Do'stimiz Sumayyaning uyiga kirganda Ayturg'an apash va Abduvali dadash bizni pek muqisdan qarshi oldi. Sumayya to'liq xushal edi. Men Sumayyaning hujrasiga kirib, eng avval isig'liq turgan shuncha millionlarga qarab hayron bo'ldim. Sumayya bu yil 9 yoshga kirgan bo'lib, 3 yoshidan boshlab ballet usuli o'rgangan ekan. Keyin 6 yoshidan boshlab erkin gimnastika o'rgangan va jafoliq mashq natijasida bu yil orqama-orqa erkin gimnastika turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarga qatnashdi. Sumayya, siz o'zingiz gimnastikani yaxshi ko'ribmi yoki Gimnastik pek yaxshi keladi. Sumayya Amerikaning New York shtatida o'tkazilgan 2018-yillik Par Pacific gimnastika musobaqasida Kanadaga vakolatan qatnashib, ayrim turlarda 1 va 2-likka erishgan. Ashtabsa Sumayya, siz bizga natijalaringizni to'shtirib berasiz? Birinci men 7 aldım, 5 aldım, 4 aldım, 3 aldım, 2 aldım, 1 aldım. Dostlarım, qaranglar, Sumayya bettiq natijalarga erishibdi. Birinchi qitim o'ynaganda 7-chi bo'pti, 3 qitim 5-chi bo'pti, 4 qitim 4-chi bo'pti va 2 qitim 3-chi bo'lib, 2 qitim 2-chi bo'pti. Anakin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qitim 1-chi bo'pti. Sumayya yana buningdan sirt umumiy turda chempionlikni qo'lga keltirgan edi. Uzoq o'tmay yana bu yil 3-mart kuni Kanadaning Burlington shahrida Kanada bo'yicha o'tkazilgan balla erkin gimnastika musobaqasida umumiy tur bo'yicha chempionlikni oldi. Do'stimiz Sumayya bu yil 4-sinfda o'qiydi. Maktabdan sirt har kuni gimnastika mashq qilg'ili boradi va har yakshanba kuni Toronto Antil maktabda o'z antilimiz Uyg'ur tilini tirishib o'rgandi. Bu yilda men 9 yoshga kirdim. Kanadadan Amerika keldim. Men gimnastika bek amroq. Xudoyim bo'lsa men yaxshi nomer olaman. Rahmat. Sumayya, siz gimnastika mashqidan kelganda bek harabsiz. Sumayya, men kelib qolsam siz gimnastikada bek chiq natijalarga erishibsiz. Siz gimnastikadan qancha yoshdan boshlagansiz? 2 yosh. Ayturg'an apashning deyishicha, Sumayya bek jafoliq mashq qilgan. Mashqdan olg'ili opsi borsimi Sumayya? Yo'q apa. Birdan saqlang deb qo'yib mashqini davomlashtirgan. Uyga kelibmi bo'shmay, put-qo'lim og'irdi demay, dadasining yordamida mashq qilgan. Ayturg'an apash Sumayyani mashqqa apaganda ba'zida qattiq sovuq kunlarda avtobus bilan berish ig'ir kelsa-mu, Sumayya bo'shashmay mashqqa to'liq bordi ekan. Sumayya, siz menga gimnastikadan osonroq harakatlarni o'rgatib qo'ysangiz bo'ladimi? Bu bektasga. Kızlar aldım putunu. Azırak asa bir nesi Bir qitim Sumayya Kanada bo'yicha o'tkazilgan klublar aro musobaqada Viva klubidan musobaqa qatnashibdi. U kuni havo pek sovuq bo'lsa-mu, apsi Sumayyani avtobus bilan musobaqaga ilib beribdi. Avtobus almashish jarayonida avtobus kechikib kelganlikdan uchib qolg'ili asqabdi. Sumayya bekatda chichin turib musobaqaga tayyorliklarini qilib aramni ulguribdi. Afsus,
Sümeyye maharet ko'rsatganda uzun lintasi chichig'a o'rilib Sümeyye maharetini davomlashtirmoqda. Sümeyye sahnada qattiq azoblanib yig'labdi. Apsimi o'zini yo'qotgan holda sahnaga chiqib yig'labdi. Lekin musobaqa tuzumida sahnadan qaytib tushish cheklanganlikdan Sümeyye qayta davom qilishga majbur bo'ldi. Sümeyye yoshlarini surtib, dadillik bilan mahorat ko'rsatib, bu qitim 4-likni qo'lga oldi. Sümeyye'ning tirnari Natasha Sümeyye'ga "Sen sahnadan qaytib chiqmay, izchil mahorat ko'rsatganligingdan bu natijani olding. Bu sen uchun eng chong natija" deb ilhom beribdi. Apsi Sümeyye'ning erkin gimnastika o'rganish mashq va musobaqalarda qatnashish jarayonida irodasining qattiq tanlanganligini aytdi. Sümeyye ba'zida natija qozonolmay kelgandimi o'z-o'ziga "Men cho'qim yana bir qitimda natija qozonaman" deb ilhom berilgan. Ziyorat jarayonida Sümeyye ishkimiz slime o'ynag'ash, kelgusi orzularimiz haqida paranglashdik. Sümeyye'ning orzusi dunyo olimpik sahnasiga chiqib, o chempionlikqa erishish ekan. Iroda jasorat bo'ldi ekan. Biz cho'qim tirishib orzularimizga yetamiz. Sümeyye'ning natijalari uchun kuchayotgan ota-onasiga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Sümeyye bu atın sileziyesi namıda sizge adlı bir sohbet. Rahmet.